Qayam qichyapti, ko'zim qichyapti menimcha. Fozil chaqmoq. Voy, Nodir shilta yangi mashina oldingmi? Yangi mashina oldim. Qalay? Voy, malades. Buyursin. Yaxshi kunlarga menga buyursin. Rahmat, senga ham buyursin. Buyursin. Nima bo'ldi bunga? Ko'z tegdimi? Yangi mashina. Nima bo'ldi? Ko'z tegdimi? Hayronman, salondan olib chiqdim hozir. Shunisi yomon-da. Yangi devding-ku. Salondan olib chiqdim. Attang. Bugun xohlagan narsangni olib beraman. Yo'q, Rustam. Hey, Jo'rabek, sen qayerga ketyapsan? Fozil chaqmoq, yaxshimisan? Bugun kelining bilan 20 yil bo'ldi to'yimizga. Ko'z tegmasin, 20 yildan beri biron marta ham janjal qilmadik. Shuni yuvib kelaylik. Voy, ko'z tegmasin, malades. Havasim keldi. Ko'z tegmasin baxtinglarga. Gazni o'chirdingmi? O'chirmabman. Nimaga o'chirmading? Ishdan chiqib siz o'chirsiz kerak. Yo, nimaga men o'chirishimni? Sen ayol kishisan. Men yangi ishlatdim. Qo'ling tushirib gapir. Maydonga o'tiraman sen. Urushmanglar. O'lsin shu gaz. Ko'z tegdi mana sizlarga. Bor qo'l uyga, ichqariga bor. Voy, gaz o'lsin. Mana senga 20 yil. Tushundingmi? Mahallada andudugan. Qaskamning hamroq. Ha, nima yashinib ketyapsan, ukajon? Bu yoqqa basharingga o't tepdi. Nima bo'ldi, ukajon? Qaramang amaki, momam aytdi, Fozil chaqmoqni ko'zi qattiq, ko'chaga chiqsang qora kuyasi chiq, ko'z tegmaydi dedi. Shunaqa dedimi? Bor yo'qon. Qaramayapsizmi? Ben nima qarayman, o'libmanmi senga qarab? Bor, kel. Ha, palakat ko'z tekkanda ham yomon ko'z tegdimi deyman-da. Tiryaqsot kengma ishlarsa qilmadim. Ha, ukajon, qora kuyang ish bermabdi-ku. Voy, momang adashibdi-da. Sen ham palakat bo'laykansan, Fozil chaqmoq. Sassiq, Jo'rabek sari qalay? Uylar, yangi uylar bor bo'lsin, gap yo'q. Kelin piprak ko'ylaklar bor bo'lsin. Muncha chiroyli bu. Xush kelibsizlar. Vannalari ham kengina ekan, kattagina ekan, ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin, Jo'rabek. Ichkari kiramiz. Suruvchiga ko'z tegmasin. Qani ilohim amin. Qadam yetdi, balo yetmasin. Nima bo'ldi? Voy, ular dadasi vannadagi turba yorilib, fashillab suv oqib ketdi. Palakat ko'z tegdimi deyman-da. Mana bir qaray. Ko'z yomon-da, ko'z yomon. Qo'shni, 1 soat bo'ldi, biz ketaveraylik. Nima qilaylik? Hozir qo'shni mana bu tagida qoldi. Ko'raylik-chi. Bir chirigan u yo'qmi? Nima bo'ldi qo'shni? Ko'rmaysanmi? Yangi uyga eski turbalarni qo'ygan, portillab hamma joyga suv toshib ketdi. Keyin nima qildingiz? Mana Jib Group kompaniyasidan issiq va sovuq suv uchun kanalizatsiya turbalarini o'rnatdim. Bundan tashqari bu kompaniyada plasma stol-stullar, bochkalar, xullas 2000 dan oshiq santexnika mahsulotlari va xo'jalik mahsulotlari bor. Hammasi sifatli va baquvvat. Yo'q, shunaqami gap? Hamta ko'raylik-chi. Tursiz chapa keldingizmi? Yo'q, nimaga? Nima ko'z tegmayapti? Bu Jib Group bunga jinam urmaydi. Yo'q. Qanday qarachi? Yo'q, ishlayapti. Ko'zimga ko'z tegdimkina. Boshqalarning onasi. Ozodbek o'g'lim. Ha, tez oldiga kelingchi bolajonim, sizga gapim bor. Tez keling. Hozir boraman. Mening onam. Ozod. Ha, oldimga kel. Nima deysiz? Oldimga keldim. Ha. Tez oldimga kel. Gapiring. Eshitmayapsanmi? Oldimga kelyapman. Oyi. Ha, bironta gapingiz bor. Necha marta chaqirdim seni oldimga? Kar bo'lsang indamayman. Men seni tug'ayotganimda kar qilib tug'maganman. Daydi. Assalomu alaykum. Uka qilasizmi? Qizil ko'ylakcha? Xonam Sobirov, assalomu alaykum. Qilamiz akajon? Yo, orqangizdan qilamanmi? Jazir. Keling, Xonam Sobirov. Xonamjon o'zi ekansiz. Rahmat doktor, qo'lingizdan ko'rmasin. Yaxshilab ish qalang, og'rimaydi, Xonamjon. Endi bu shpris men uchun qadrli bo'lib qoladi. Kimsan Hamdam Sobirovni orqasidan ukol qildimi? Endi bu shpris seniki emas. Bo'yningdagi zanjiri ko'zimni oldi. Uzr, menga joy berib yuboringlar. Men Hamdam Sobirovga ukol qilganman-da. Uka, siz joy berib yuboring. Hamdam Sobirovga men shprisda ukol qilganman.
Shoxlarga yarashadi, qolganlarga osilib qoladi. Oy, shoh nima manmi? Sevinch opshi oldi. Voy, sevinch qamoqda-yu. Boshqasi. Shoh, men bu qizangga nima cho'qinganda o'tdi-yu sani? Robi karaoke ishingdan chiqdim-yu eslatib qo'yish kerakmi? Bunaqalaringni bittada stopini bosaman. Voy jonim. Mana men qizga to'tdim, nima? Qaragan. Labidan o'pmiding faqat? Yo'q, buni ichurmayman. Shoh, menga qarab, shuncha qiziqatdan taniysan? Salla yeb qo'yma deyman-da, sallani o'ylayman. Sen yeb qo'ygansan-ku. Shoxla yemaydi, shoxla yediradi, shoxla qajiydi. Kim sen begonadek tuyuladi. Madina opa, zavtrak qildingiz, men darsga ketishim kerak. Tezroq tushing, sovib qoladi. Akam boshlariga baxt qush qo'ngandek shunchasi bilan yurib sizdek farishtani topdilar. Akangizlar menga hech kim bilan yurmaganman degandiku. Aldanibsizda, ekanni. Yaxshi yetib oling, Vohira keling. Kenni shu sizlarni ko'rsam uylanishga bo'lgan qiziqishim ortib ketadi-da. Mana opam desiz, nechtasi bilan gaplashganini aytasiz. 96 bor olib chiqing, yozamiz. Boshlang. Men akamni sotolmayman jigarim. Keyin ishkaladan boshlaymiz. Malika, 99-yil. Oyi, keyin shunaqa bo'ldi-da. Kenni, oyingiz bilan telefonda buncha nimani gaplashasiz? Sog'inganman-da. O'zi kecha borib keldilar. Islomayman-da. Yana nima? Addamaridan qishga bitta lukchada. Xo'p. Toshmiydagi Guliga uylanmay sizga uylanganlar. Qiz bechorani qaqshatganlar. Endi oshib tushdi. Akbar, kelinga nima deding? Aka, oilani yolg'ondan boshlamaydi. Haqiqat shunaqa achchiq bo'ladi. Shunaqa jigarlar ham bor. Radnoy, sen qadamni deyjasan? Endi chiqsam? O'zbekistonda qish keldi degani bu ertalab qorda sirpanib, qaytishda loy bosib kelish. Ertalab qalin kiyinib chiqib ketib, obedda shu og'ir kiyimlarni yoqtirmay ko'tarib kelish. Qish keldi degani bu oying bo'g'izlab shapka kiydirib yuborishlari. Endi qutulib qochdim deganingda oying ikkinchi bosqich sharf o'rashga o'tadilar. Oyi, shapka kiydim, sharfman bor. Endi kurtka kiyasan. Oyi, palto kiyganman. Qish keldi degani bu hamma storiesiga birinchi qorni qo'yadi. Xursand bo'lib ko'rishga chiqquningcha qor tugagan bo'ladi. Qish keldi degani endi hamma tanishlaringni aptekada ko'rasan. Shamollashga qarshi dori kimga ekan? Menga. Lekin hamma shamollasa ham oying shamollamaydi. Chunki men Supradin immuno ichaman. Immunitetimni oshiradi. Tarkibida vitamin C, D, sink ham bor. 3 ta tomonlama himoya. Senlarga ichsam ichmaysanlar, ajab bo'pti. Bizga ham bering. Mana, ichlaring. Shuni ichsang shapka kiyishingiz kerak bo'lmaydi? Shapkani shu bilan mayda yechasizlar.